Rim imperiyasi dunyoning eng qudratli davlatlaridan biri edi. Ammo bir necha yuz yil ichida u yo'q bo'lib ketdi. Nega? Bir paytlar butun Yevropani boshqargan imperiya 476-yilda quladi. Lekin uning qulashi bir necha kunda sodir bo'lmagan edi. Eng katta sabab barbar qabilalarning hujumlari. Gotlar, Vandal va Hunlar Rimga tinimsiz zarba berdi. Lekin bu hammasi emas edi. Rim armiyasi zaiflashdi. Askarlar kam maosh olib, ko'pincha hatto o'z imperiyasiga qarshi kurashishga majbur bo'lishdi. Ichki muammolar ham bor edi. Rim boylari va kambag'allari o'rtasidagi tafovut juda katta edi. Bu esa ichki isyonlarga olib keldi. Bundan tashqari iqtisodiy inqiroz, pul qadrsizlandi, soliqlar oshdi. Oddiy odamlar esa qashshoqlikda qolib ketdi. Nihoyat 476-yilda oxirgi imperator taxtdan tushirildi va Rim imperiyasi tarixga aylandi. Ammo ba'zi tarixchilar Rim hech qachon yo'q bo'lib ketmaganligini aytishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Rim imperiyasi hozir ham yashayaptimi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.